Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona Buvayda tumaniga yetib kelganmiz. Temir stol-stullar bu tomonda, ratan stol-stullar, kachelalar, xullas stol-stullarning makoniga yetib kelganmiz. O'zlari ishlab chiqarishar ekan. Xudo xolisa zo'r narxlarda butun O'zbekistonning hamma nuqtalariga, Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham kelishilgan holatda dastavkalar bor ekan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni mutlaqo bepul qilib beradi. Videomizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Video boshlashdan oldin klassik machasini bosib qo'yinglar. Sizlarga video davomida narxlarini va ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asmus aka. Aka, o'zingizlar ishlab chiqarasizlar bo'ladi. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Ikkita oshni boshlashga temir stol-stullar bo'yicha Xurshid akadan va ratan boshqa mahsulotlar bo'yicha o'rtog'idan ma'lumotlar olib o'tamiz aka. Mana shu birinchidan boshlay qolaylik. Nechtalik bu? Aka, bunimiz 10 talik model. Bu parashkoy kraska ekan. Bunimiz parashkoy kraska. Ranglardan xohlaganini qilib beraverasiz. Ranglaridan xohlaganini qilib beramiz. Nech pul mana shundan? Bunimiz 1.750.000 so'm qilib beramiz aka. 1.750.000 so'm mana tushib beradigan emas, zo'r narxlarda qilib bering deb aytib o'tdim. Shuning uchun narxlarni oxirgisini aytib o'tyapti. Va bu shunaqa mo'shi materiallar qoplangan ekan. Rangini o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda nechta bu? 8 talikmi? Aka, bunimiz 8 talik model. Shu oq fasonimiz rangi o'zgargan. Nech pul qilib berasiz buni? Bunimiz 1.250.000 so'm qilib beramiz. Xoni ham kichkinaroq ekan bunga. Xoni ham kichkinaroq bo'ladi. Bunisi tilla rangli qoplangan ekan, do'rburchak. Nech pul? 10 talik shekilli bu ham. Bunimiz ham aka 1.750.000 so'm narxi. Bu ham 10 talik. Xon taxtalarini qilib beraveramiz zakaz berishiga qarab. O'zi 1.800.000 so'm bu yerga yozib qo'yilgan. 1.800.000 so'm aytaman degan akaga gaplashib, biz obunachilarga kamini qilib bering deb kamini 50.000 so'mdan o'tirdik. Shu borgan joylarimizda iloji boricha sizlarga arzonlashtirishga harakat qilamiz akalar. Shunga parchalar bosib qo'yasizlar. Bu 4 talik, asosan marojnoxona, shunaqa kichik kafelarda ko'p uchraydi. Xuddi shunaqa aka. Olib sotishga ham berasiz. Aha. O'zining kafesiga, marojnoxonasiga, umuman shunaqa joylarga ham beraverasiz. Ha. Nech pul? Yetkazib beramiz. 550.000 so'm aka. 550.000 so'm. Bu ham parashkoy kraska bo'ladi. O'tirishlar shu holatda. Buni misol uchun stollarni o'zgartirsa ham bo'ladi. Nari tomonda stollarning har xil turlari bor. Tanlasa shunga kombinatsiya qilib narxini chiqarib berishaveradi. Bu ham o'zgacha trend model. Bunga ham o'tirish udobniy bo'ladi. Nech pul qilib berasiz buni? Bunimizni ham 550.000 so'm qilib beramiz aka. Bu ham to'tali, ya? Kreslo fason. Ikkita oyoqchalik bo'lar ekan, ikkitalik. Bu yig'ishtirilmaydi? Yo'q, bunimiz yig'ishtirilmaydi. Tashlanmaydi. Yig'ishtirilmaydi. Bu 6 talik. Bu 6 talik. Nech pul qilib berasiz? Bunimiz 750.000 so'm. Ishga ketib qolmaydimi aka bu materiali? Suv tegsa, Ular laminat, suvga chidamli bo'ladi aka. Qora rangli ekan bu. Qizil 750.000 so'm. Qizil. O'tib berasiz, ozmas kamini qilib berasiz, to'g'rimi? Ha, kamini qilib beramiz aka, chiroyli qilib beramiz. Hozir narx aytib o'tyapmiz, misol 750.000, 1.800.000. Dastavkasi bilan birdami? 5 komplekt olsa, vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. 5 komplektdan balandga dastavka bepul. Bepul, vodiy bo'ylab. Mayli. Bu 4 talik. 4 talik modelimiz. Qancha? Bu ham 550.000 so'm. 550.000. Bu taklanadi adashmasam. Bunimiz taklanadigan model. To'ylarga, to'ylarga, har xil marosimlarga olishadi. Taklanadi. Bunisini ustiga endi xohlagan narsani qo'yib qo'yishadi. Nech pul bu? Aka, bunimiz 1 million so'm. Taklanganda xon taxtasi 7 sm, 8 sm bo'lib taklanadi. Ha, kichkina bir olib borib kelish udobniy bo'lar ekan. Udobniy bo'ladi. Bu 6 talik. 8 talik qilsa bo'ladimi? 8 talik, 10 talik qilib beramiz. Stolni ham o'zgartirib, xon taxtasiga moslab boshqa stollar ham qilib beraveramiz. O, buni men ko'ryapman lekin. Bu yangilik ekanda? Bu yangilik. Nech pul ekan bu endi? Bunimiz qo'sh oyoq 1.250.000 so'm qilib beramiz. Zo'r. O'tirish qanaqa ekan? Udobniymi ekan? Ko'raylikchi. Ko'ring. O, masaj qilib qo'yar ekanda orqada. Ha, xuddi shunaqa. Zo'r, gap yo'q. Bu ham ular hammasi parashkoy kraska ekan. Hammasi parashkoy kraska. Bu ham 550.000 mi? Bunimiz aka 550.000 so'm. Bu yerda dumaloq. Nechtalik hozir bu? Bunimiz aka 10 talik. Qancha ekan narxi? 2.250.000 so'm qilib beramiz buni. Hamma yo'g'i komplekt, to'g'rimi? Hamma yo'g'i komplekt. Oyoqlari taklanadi buni ham. Displeylari ham taxta faner, suvga chidamli, laklab chiroyli qilib beramiz. To'yxonalarga ham aytadi. To'yxonalarga zo'r bo'ladi. Buni boshqa rang modellari ham bor. Misol o'rtacha to'yxona qilmoqchi bo'lsangiz bo'ladi. Endi qimmatroq to'yxonalarga bundan ham zo'r qilib yasab beradi. Bundan ham zo'r qilib yasab beraveradi. Bu joziba. Bu joziba modeli. O'tgan yilgi trend. Hamma joziba deb shunaqa bir trend qilib tashlashdi. Bilmadim. Ko'pchilik yoqib tushdi bu. Turetskiyda o'zbekcha aytadi, to'g'rimi? Nech pul qilib berasiz buni? Bunimizda aka 1.5 million so'm qilib beramiz. 6 talik model. Shu yostiqchalar ham yo'q bo'ladi. Hamma yo'q ichida. To'g'ri. Bu-chi bu? Bunimiz ham yangicha model. 6 talik shekilli ham. 6 talik. Kirroq ekan. O'tirmay qolaman. Qancha qilib berasiz buni? Bunimizni ham 1.250.000 so'm qilib beramiz. Masalan, mana butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz deyilganda, stol-stullar bo'yicha 5 komplektdan ko'p. Ratallarga qanaqa bo'ladi endi? Ratallarga shunday dastavka qilib beriladi. Narxini ichida narxini ichida dastavka qilib beriladi. Sababi ular qimmatroq model.
Aha. Shuni evaziga dastavkasini ham birga qilib qo'yilgan. Ha, dastavkasi ham birga qilib qo'yilgan. Hozir ham o'rtog'ingiz bilan birga bularni ma'lumotini berib o'taveramiz. Xo'p, bo'ladi aka. Ratan stol-stullar, bu bo'yicha siz mutaxassis, temir stol-stullar bo'yicha o'rtog'ingiz. Shunaqa. Siz oldingizdan gapirib qo'ydim, dastavkasini bepul qilib beradi deb. Dastavkasini Xudo xolasa bepul qilib beramiz. Aka, ratan, buni ham materiallar ko'p deyapti. Misol, o'zimizning material yoki Xitoydagi shunaqa. Bu qanaqasi? Bu o'sha o'zimizda ishlab chiqariladi, lekin o'sha Xitoy seriya bo'yicha ishlab Ha, chiqariladi. Xitoy seriya bo'yicha. Garantiyasi bor bularga. Garantiyasi bor. Oynalari kalyonli. Aha. Oynalari kalyonli. Necha pul qilib berasiz mana shu 4 talikni? Xo'p, 4 talikda dastavkasi bilan 1.900.000 so'm qilib beramiz. Mana shu katta variantini agar 90 ga 90 qilib beriladigan bo'lsa, 1.800.000 qilib beramiz. Bu 90 ga 1.40 qilib Ha, ishlangan. kattaroq-a? Kattaroq, aha. Shuni nechta 8 taligi bu? Bu mana shuni 8 taligi. 8 talik varianti. Stollar bir xilmi? Ha, O'tiradigan? stol o'tiradiganlar bir xil. Ha, stoli xoni uzunroq qilib 8 talikka moslab ishlangan. Zo'r kafe restoranlar orasida olyapti buni. Qancha qilib berasiz buni? 8 talik. Buni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan 3,5 million so'm qilib beramiz. Vodiyga, Toshkentga bo'lsa arzonroq yana. Ha, yana o'tib berasiz, ha? O'tib beramiz, xudo xolasa. Yaqinroq joylarga o'tib berishadi. Mhm. Bu rangi boshqachasi. Bu 6 talik lekin. Rangi ham boshqacharoq ekan. Ha, O'zgarmaydimi rangi rangida boshqacha. narxi? Yo'q, rangida boshqasi o'zgarmaydi. Hamma ranglardan bor, necha xil rangi bo'lsa hammasidan bor, xudo xolasa. Buni 8 talikni ham qilib berasiz, xohlasa. Buni 8 taligi, oqni 8 taligi hammasidan qilib beraveramiz. Aralashtirib ham qilib Mana beraveramiz. to'g'ri ko'rsatib qo'ying, mana har xillari bor. Mhm. Buni 2,5 million so'm deysizmi? Buni 2,5 million so'm qilib beramiz aka, dastavkalari bilan. Dastavkalari bilan. Bu zebra. Ha, bu aralashtirib Aralashtirib. qilingan bu. Mix qilib Bu ham 8 talik. qancha? Ha, bu ham 3,5 million so'mga shu dastavkalari bilan qilib beramiz. O'zgarmaydi. Tushunarli. Bular qanaqa? Bu arexiy rangida, mana shularni 8 talikda arexiy rangida. 2,5 million so'mga. 3,5 million so'mligi uni ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Buni o'tiradigan boshqacharoq ha, ekan. bu ozgina kattaroq. Ha, Yonma komfort- qo'ysangiz bilinadi mana. Ha, bitta yonma qo'yamiz. Mana. Xuddi shu rangda, lekin bu kattaroq qilib ishlangan, murakkabroq. Bu har doimga oddiy model. O'tirishda suyanib o'tirsa ham Ha, bo'ladi. shunaqa. Qancha endi buni 8 talikni komplekt? Buni 8 taligini narxi 4,5 million so'm qilib beramiz. Buni ham dastavkalari bor. Buni 6 taligi bor, 4 taligi bor, 10 talik qilib berilaveradi. 6 taligini narxi 3,5 million so'm qilib beramiz. Bu yana ham murakkabroq model. Mana solishtirib ko'ramiz. Bu Isabella deyiladi. Buni nomi. To'shakchalari komplektida yostiqchalari bo'ladi. Ha, bo'ladi, hozir qo'yilmadi Ha, faqat. hozir qolib ketibdi. Xudo xolasa qo'yib beramiz chiroyli qilib. Buni 6 taligimizni narxi 5,5 million so'm qilib beramiz. Shuna, Aha. ostalik bo'ladi, yostiqchalari, Yostiqchalari ham bildi. komplektida bo'ladi. Buni 8 taligi ham bor. o'tirish rasi удобный bunga. Ha, bu shohona Shohona. premium variantda bo'ladi. Shunday. Xudo xolasa. Buni ranglarini o'zgartirsa bo'ladimi? Ranglarini xohlagan rangida qilib beraveramiz. Hamma rangidan bor, xudo xolasa. Bu-chi bu? Bu mana shuni xurmo rangida qilingani. Yana ham chiroyli. Narxi bir xil, ha? Narxi bir xil. 8 taligi bor, 8 taligini 7 million so'm qilib beryapmiz dastavkalari bilan. Kachilarni qancha qilib berasiz? Kachilani 1.900.000 dastavkasi bilan qilib beramiz aka. Bu 2 kishilik. Bu 2 kishilik, 1 kishiliklari bor, kattaroqlari ham bor. Ularni ham xudo xolasa qilib beraveramiz. Mana uni narxini aytib o'tmabmiz. Buni bilasizmi o'zingiz narxini? Bu turetskiy stol. Aha. Buni 3,5 million so'm qilib beramiz. 3,5 million so'm. Mhm. Xuddi shu holatda bo'ladi. Aha, xuddi shu holatda bo'ladi. Boshqachalari kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqachalarni ham qilib beraveramiz. Mana bu tomonda bitta variantlarni ko'rsatib qo'ying. Mana shu yerdan xohlaganini tanlaydi. Shunga 4 talik, 6 talik, 8 talik qilib komplekt qilib beraverasiz. Hammasini komplekt qilib beramiz. Xohlagan turdagi stolidan bor. Gap yo'q. Manzil Farg'ona Buvayda deb aytib o'tildi. Temir stollar bo'yicha aytib o'tildi. Bu yerda ratan stollar bo'yicha dastavkalari ichida bepulga dastavka qilib berishadi. Ekranda temir stol uchun отдельный nomer, ratan uchun отдельный nomer qoldirib qo'yamiz biz adashmachilik bo'lmasligi uchun. Ikkalasi ham bitta joyda ishlab chiqariladi, oshna og'aynilar. Shuning uchun bemalol telefon qilaverasizlar.